رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Mehri shafqatli kishilar Rahman Taolaning mehri shafqatiga erishadigan kishilar. Zimindagi kishilarga mehri shafqat qilganlar osmondagi zotning mehri shafqatiga erishadi. Qarindoshlar, bugun bizning sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan suhbatimizning temasi islom go'zal axloqlarning birisi, islomdagi bütün g'alaba, nusratning, utuqning asosi mehr shafqat. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhisolatu vasallamni mu'minlarni sifatlab Sura Fathininki 29-oyatida Muhammadun Rasululloh vallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u baynahum. Payg'ambar alayhisalom va Rasulullohninki sahobalari boshqalarga, ya'ni kuffarlarga intayin qattiq, mustahkam, ya'ni bilichin, ammo o'zaro mu'minlarga qarata intayin mehr shafqatlik, kuyimchan, mehribon degan shaklda sifatladi. Undan boshqa Alloh subhanahu va taolo yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Sura Shuroning 8-oyatida xohlagan kishini o'zining marhamatiga kirgizadi degan shaklda marhamatni o'zining bir fazilat, o'zining bir fazli ihsoni, o'zining bir karim sifatida bizga bayon qilyapti. Bugungi darsda inshaalloh bu haqda to'xtalamiz. Endi hozir o'qigan oyatimizda Alloh subhanahu va taolo xohlagan kishini o'zining rahmatiga kirgizadi degan shaklda ifodalangan bo'lgan, shu shaklda tarjima qilyapmiz. Buningdan bir qism qarindoshlarimiz bir xato tushunch bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bu bir odamning mehr shafqatlik bo'lishi, mehribon bo'lishi, kuyimchan bo'lishi Allohning mashiati va insonning buningda hech aloqasi yo'q degandek, ya'ni bu Alloh kuyimchan yaratgan odam kuyimchan bo'ladi, qalbini yumshoq yaratgan odam yumshoq bo'ladi. Bu xil tushunchaga nisbatan bizning biladigan tushunchamiz, ya'ni biladigan javobimiz Sura Al-Imron'ninki 159-oyatida Alloh subhanahu va taolo fabima rahmatin minalloh lintalahum, ya'ni Rasulullohga xitob qilib Allohdan kelgan bir rahmat sababli sen ularga muloyim bo'lding, mehribon bo'lding degan shaklda ifodaladi. Mushu o'rinda Allohdan kelgan rahmat sabablik degan oyatning bu xil shaklda ifodalanishidan bizning oladigan tushunchamiz bir odamning mehr shafqatlik bo'lishi, bir odamning rahimdil bo'lishi, qalbida rahmatning o'rnishi Alloh bilan bo'lgan aloqaga munosabatli. Chunki ma oyatda Alloh subhanahu va taolo rahmatni Alloh tarafidan kelgan degan shaklda ifodaladi. Ya'ni bir odam Alloh bilan bo'lgan aloqasi yaxshi bo'lsa, Alloh qo'ygan bog'lantisi yaxshi bo'lsa, bu odamning qalbida Alloh tarafidan bir rahmat paydo bo'ladi. Bu rahmatning ta'siri bu odamning sirtida, ya'ni ish faoliyatlarida, gap so'zlarida, suluklarida aks etadi. Aksi taqdirda, ya'ni bu odamning Alloh subhanahu va taoloninki o'tirisidagi bu odam bilan aloqa nacharlashib, Allohdan yiroqlashsa, bu odamning qalbida qattiqlik shakllanadi. Bu qattiqlikning amaliy ta'siri bu kishininki so'zlarida, ish harakatlarida, sulukida aks etadi. Bu bir ilohiy qonuniyat. İlahi qonuniyat, mahiyetinin ahırısı var.
Yani ayetning oxirisida fabima rahmatin minalloh linta lahum deb bo'lib walau kunta fazzan ghalizal qalb lanfaddu min hawlik. Buni biz to'planish, tarqab ketish ilohiy qonuniyat desak bo'ladi. Har qanday bir kishi, mayli dada olsun, ailedeki, ana olsun, maktabdagi o'qituvchi, ustoz olsun, yoki bir organdagi bir amaldor olsun, ya bir harakatninki yetakchi rahbar olsun, atrofidagilarning o'ziga uyushish, o'zining atrofiga uyushishni, o'zining gapini anglashini, bir yerga to'planishini cho'qqum orzu qiladi. Buni orzu qilmaydigan ish beshidagi har qanday odam bo'lmaydi. Har qanday ish beshidagi odam atrofidagilarning o'zining atrofiga mustahkam uyushishi orqali bir natijani qo'lga keltirishni umid qiladi. Endi boshqalarningki sening atrofingga uyushish orqali bu yerda bir mustahkam bir qurilish barpo qilish va buningdan unumli bir natijani qo'lga keltirish uchun sen bu qonuniyatni uyg'unlashing kerakki, Alloh bilan bo'lgan aloqangni yaxshi qilish orqali mehribonlikni qalbingga o'rinlashtirish va bu mehribonlikningki ta'sirisiningki gap so'zing, ish harakating, boshqalarga bo'lgan muomalangda aks etishi kerak. Agar aks taqdirda Allah subhanahu va taolo bilan bo'lgan aloqang uzilsa, sen kim bo'l? Qalbing qattiqlikqa tashrak deb qo'yamiz biz Uyg'ur tilida. Qattiqlikqa tushidi. Bu qattiqlikning ta'sirisining kishilarga bilan bo'lgan munosabatingda, gap so'zing, sulukingda ifodalanadi. Shuning bilan atrofingdagi kishilar atrofingdan tarqab ketadi. Tabiiyki, har qanday bir natija, har qanday bir ustuq ko'pchilik bilan bo'ladi, jamoat bilan bo'ladi, shaxsiy ma'lum odam juz'iy ma'lum nuqtada utuq qozonishi mumkin, lekin umumyuzlik millat xarakterlik cho'ng utuq natija bo'lmaydi. Demak, bu yerdagi atrofga odamning to'planish yoki tarab ketish qonuniyati sening Alloh bilan bo'lgan aloqangning qanday bo'lishiga munosabatlik. Chunki bu aloqa qalbingga rahmatni tortib akiladi. Aloqaning qanday bo'lishi oyatdagi ifodalayotgan mazmun shuki, fabima rahmatin minalloh lintalahum. Alloh bilan bo'lgan aloqang yaxshi bo'ldimi? Qalbing Alloh tarafidan rahmatga erishadi. Atrofingdagilarga sen mulohim, mehr-shafqatli, kuyimchan bo'lsa, agar aks taqdirda ahvol, natija aks bo'ladi. Ya'ni mayli bir shirkatning beshidagi kishi olsun, yoki bir oilaning beshidagi kishi olsun, yoki bir harakatga yetakchilik qilayotgan, bir jamoat yetakchilik qilayotgan ish beshidagilar olsun, har qanday bir inson, har qanday bir kishi atrofidagilarning o'ziga zich uyushishni, bu orqali bir kuch hosil qilishni cho'qim xushal qiladi. Kim bo'lsin xushal qiladi. Unda bo'lgandan keyin cho'qim mushu natijaga erishmoqchi bo'lganlar mushu oyatni, ya'ni biz bugun alohida ta'kidlamoqchi bo'lgan islom go'zal axloqlarining birisi bo'lgan mehr-shafqat, kuyimchanlik, boshqalarga muloyim bo'lish, bu ahvollarga alohida ko'ngil bo'lishi kerak. Ya'ni fabima rahmatin minalloh, oyatni takror o'qiyay. Fabima rahmatin minalloh linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lanfaddu min hawlik. Allohdan kelgan bir rahmat bilan, mayadiki minalloh ifodasi arabcha o'qiganlar biladi. Allohdan kelgan bir rahmat bilan sen mehr-shafqatlik, kuyimchan, yumshoq qo'lding. Agar aks taqdirda bo'lgan bo'lsang, lanfaddu min hawlik, mashakilda bo'ladi. Buningga har bir ish egasi, har bir natija qozonmoqchi bo'lgan kishi buningga ehtiyojli. Masalan, biz atrofimizga qarab boqaylik. Masalan, biz yashayotgan Istanbulning o'ziga qarasaqmi, nurg'un o'rnaklik bizga namuna bo'ladigan, ulgu bo'ladigan ustozlarimiz bor. Ba'zi ustozlarimiz Allohning rahmatiga ketdi, Allohning dargohiga ketdi. Masalan, Abdul Hakim Maqsum Hojim hammanglar bilasizlar, ustozimizning boshqalar bilan bo'lgan aloqadagi, atrofidagilarga bo'lgan muomaladagi kuyimchanligi, mehribonligi,
ustozning Allohga qanchalik bog'langanligini, Allohdan qanchalik rahmatga erishganligini ifodalaydi. Buning natijasini ko'ryapmiz. Atrofimizda qaysi bir ish harakatni ko'rmayli, qaysi bir yaxshilikni ko'rmayli, buning orqasidan ustozimiz chiqadi. Amaliyotda bunda misollar intayin ko'p. Utuq qozonganlarga qaraganimizda, u utuq qozonganlarningki cho'ng unvonlarga erishib ketishi yoki oliy cho'ng maktablarni bitirgan bo'lishi natayin hammasininki. Ammo ulardagi Alloh bilan bo'lgan munosabatning yaxshiligi, buning natijasida bularning qalbidagi atrofidagilarga bo'lgan mehr-shafqat, buning ta'siridagi bularning muomalasidagi go'zallik, boshqalarga bo'lgan go'zal axloq, go'zal ifodalar, bularning atrofiga hammalarni uyushtirgan omil bu. Buning natijasida nurg'un chiqayotgan natijalarni hala ko'ryapmiz. Hem bu natijalarning ta'siri bizning millatga, atrofga o'zining yaxshi ta'sirini qanday qilyotdi, ko'rsatyotdi. Endi misha kelgan vaqtda balkim kalanlarga kelgan bo'lishi mumkin bir mehr-shafqatli bo'lganga qanday natija qozonildi. Bu Allohdan bo'lgan qalb mehr-shafqat qanday qilib boshqalarni atrofiga uyushtirish, bu aloqa bunda boshqalarga yumshoq muomala qilish ifodasi emas bu yerda ekan mehr-shafqatlik. Ya'ni bir odamning qalbiga mehr-shafqat to'ldi degan gap boshqalarni yaxshi ko'rdi degan gap. Boshqalarni yaxshi ko'rdi degan gap boshqalarning utuq qozonishiga intildi degan gap. Men birovni yaxshi ko'rsam, men haqiqiy yaxshi ko'rgan odamimning utuq qozonishini umid qilaman. Dal atrofimizdagi har bir odamga nisbatan mehr-shafqat o'g'inimizda ularga nisbatan muhabbat paydo bo'ladi. Ularga qarata bizning qalbimizga muhabbat, ularning ustuqliq bir ishlarni oxirgi olib chiqishiga bo'lgan bir umidimizni shakllantiradi. Bu orqali biz boshqalarga xuddi bolaligimizga fursat bergandek fursat berishni o'rganamiz. Ularga yo'llarni qulayliqlashtiramiz ularga. Chunki ularning ustuqi bizni xursand qiladi. Chunki bizni yaxshi ko'ramiz, chunki bizning qalbimizda mehr-shafqat bor. Mana bu shaklda andagin atrofimizdagi har bir odam utuq qozonsa, bu umumiy utuqlar. Mesela atrofimizda to'plangan bir muncha odamning har biri utuq qozondi deganda, bu utuqlar bir yerga kelsa, bir cho'ng utuqqa aylanadi. Bu millat uchun, din uchun cho'ng bir natija xizmat qiladi. Ya'ni bu ish ustidagi kishilarningki o'zida yetiltirishga tegishli axloq, chunki mushunda bo'lmagan taqdirda u ishninki oxir natijasining yaxshi olmaydiganligi aniq. Endi biz ba'zida o'ylab qolamiz, Allohning rahmati deganimizda davomli bizning ishimizning o'ng kelgani Allohning rahmati. Davomli bizga foyda olsa, Alloh menga rahmat qildi. Tijoratlarimiz utuq qozonsa, mesela so'zlarimiz yursa, intam natijalarimiz davomli yaxshi chiqsa, masalan, xohishlarimizning hammasi utuqli bo'lsa, bu Allohning rahmati deb tushunamiz tabiiy. Ammo ba'zida biz musibatlarga uchrab qolamiz. Mayli bizning buyuklarimizningki biz ayrilishi olsun, iqtisodiy jihatda ma'lum qiyinchiliklarga duch kelishimiz olsun, yurtlarimizning ayrilishi olsun, ish qilib bizga ba'zi qiyinchiliklar keladi. Endi buni yana rahmat deb tushuna olamizmi yani? Bu Allohning bizga qilgan rahmatimi? degan vaqtimizda bir oyatni sizlarga o'qig'im keldi. Sura An-Nam'ning 147-oyatida fa in kazzabuka faqul robbukum zu rahmatin wasi'a va la yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrimin. Allohni buyuk kangri bir rahmat egisi deb sifatlab qo'ygandan keyin jinoyat o'tkazganlarning Allohning jazosi qaytmaydi. Ya'ni jazolab turib, Allohni rahmat egisi deb bo'lib turib jinoyatchilarni jazolaydi deyapti. Endi jinoyatchilarni jazolaganining o'zimi rahmatmi desa, tabiiy rahmat. Bunga misol uchun bir misol olay. Bir dada o'zining bolasining tirishib o'qimayotganini ko'rsa, vaqtini zoya qilayotganini ko'rsa, yomon yo'lga minayotganini ko'rsa, bunga qattiqlik qilishi mumkin. Adablishi mumkin. Shuning bilan shu qattiqlik, shu jazo adabning natijasida bola tirishib o'qib, keyin buyuk natijalarni yaratib,
jamiyatiga, o'zining diniga, millatiga bir tuhfa qo'shgan vaqtida dadasining o'z vaqtida o'ziga qilgan qattiqligini, bergan jazosini dadasining o'ziga shafqatsizlik, mehribonsizlik deb qaramdi yoki o'ziga kuyingini deb qarab dadasiga tashakkurini bildiramdi. Tabiiyki buning berilgan javobi bu bola shu natijani yaratgan vaqtda dadam shu vaqtda menga shunday qattiqlik qilmagan bo'lsa, men bugun kunga kelmasligim mumkin deb dadasiga tashakkur bildirdi. Ya'ni bu dadining qattiqligi bolaga nisbatan rahmat. Aynı şekilde kişilerinki cemiyette mesela mescitlerge tulab bazı bir dilleri yumuşa, bazı bir hapılıklar tüpeyledin. Allah koygan intiliş bunun hemmesi sırtkı qaramakka bir kelivatkan musibet tek kılınganı bilen. Kelgen bir hapılıkның bir təsirdeki ameliyette Allah subhanahu wa ta'ala bu arqılı bizni meyil dünya yoki ahiretlik olsun bir yaxşılıkka apırdı. Sahih Buxoriyda Abu Hurayradan kelgan bir hadis bor. Payg'ambar alayhisalom bu hadisda deydi: "Ajiba robbuna min qawmin yusaqun ila al-jannah bis-salasil." Robbimiz shundan taajjublandi deydi. Bir kishilar borki, jannatga zanjir kishilar bilan haydilib bordi. Buni degan gap unda desa, dunyoda Allohning uningga bergan xapligi, musibatlar tufaylidan o'zining to'g'ri yo'lni tepib cennetke vargan kişiler. Tabii ki insanın tabiatida bexutlashish ahvoli ko'riladi. O'zining mangan xato yo'lni sezmaslik ahvoli ko'riladi. Ba'zi bir musibatlar insonni tarbiyalaydi. Ba'zi musibatlar dushmanining xarakterini sana bildiradi. Ishning oldi keyinni sana tushundiradi. Sening bexutlashib qolgan tarafingni sana eslatadi. Natijada o'zingning yo'lni tepib olasan. Bu arqılık to'g'ri yo'lga qaytamiz, jannatga erishimiz. Ya'ni bizga kelgan ba'zi musibatlar mayli qaysi nuqtadan olsin, Allohning bizga bergan yana rahmati. Masalan, sura Sajdada 21-oyatida Allah subhanahu va taolo dunyodagi ba'zi bir xafalık musibatlarni bizga tushuntirib deydi: "Va la nuziqannahum minal azabil adna tunal azabil akbar la'allahum yarji'un." Biz dunyoda mu'minlarga ancha-muncha xafalık, ba'zi azob, uqubatlar, alam berganimiz la'allahum yarji'un. Oxiratning azobini saqlanib, dunal azabil akbar, oxiratning azobini saqlanib, ular to'g'ri yo'lga qaytish uchun da'vat etdi Alloh subhanahu va taolo. Demak, Alloh subhanahu va taoloning bizga ba'zi bir xafalıklarni, mushaqqatlarni bergani amaliyat umur rahmati. Şunlaşqa rahmet uqumini, mehribonlik uqumini, kuyimchanlik uqumini xato tushunsa qolmaydi qarindoshlar. Davomli ishimizning o'ng kelgani, tijoratimizning oqqini, yo'limizning dog'dan bo'g'ini bizga berilgan rahmat emas, balki Allohning ba'zi musibatlarni berishi, ba'zi xafalıklarni berishi, ba'zi yo'lg'idagi to'salg'uliqlarni ham Allohning bizga bergan rahmati aniq. Hamda mishakaga vaqtda inson islomiy go'zal axloq bilan axloqlanishi kerak. Buning birisi bugungi darsimizning asosiy mavzusi bo'lgan mehr shafqatlik, kuyimchanlikdir. Mushuning insonning hayotidagi amaliy ifodasi, amaliy ko'rinishi nima desa, masalan deyli ayolim attigandan kechgacha uyda jafo tortadi. Erining xizmatini qilaman, oilaning tartibini urug'lashtiraman, bolalarining xizmatini qilaman deb nurg'un mashaqqatlarni tortadi. Er sirtdan kelgandan keyin agar erining qalbida mehr shafqat kuyinish bo'lsa, shu ayolning qilgan ishlariga madhiya o'qiydi, rahmat aytadi, uning qalbini xotirjam qiladi, o'zining muhabbatini, sevgisini ifodalaydi. Bu er kishininki ayol kishi qalbidagi muhabbatning ifodasi, ayol kishining ta'siri. Bu orqali ayoliga bu muhabbat yoki bu sifat, bu kuyimchanlik tabiiy ta'sir qiladi. Bu er kishi shuni bilan solih er bo'lgan bo'ladi. Ammo ayol kishi attigandan kechgacha jafoni tortib, bolalarini beqib, oilani ratlab, shuncha xafalık tortsa, uyga kirib kuzga sig'magan bir atal ish yoki qilishga kelgan bir atal ma'lum bir sabab tufayli buning qattiqlik qilsa, o'tirdiki aloqa buziladi.
Esonli bo'lsin, haqiqiy mehribonlik, qalbdagi haqiqiy mehribonlik, kuyinish go'zal ishba, go'zal sulukninki kapolatchisi. Go'zal aloqaninki kapolati amaliyotda. Hatto qalbida mehr shafqat bo'lgan, rahmat bo'lgan insonga emas, hayvonlarga mehr shafqat qiladi. Bir kichikgina mushuklar qator, masalan, aqallisi, hatto o'ltirishga tegishli ba'zi hasharotlarni o'ydiki o'ltirishdimi, uni qiynab, masalan, azoblab o'tmaydi. O'ltirishga tegishli hasharotlar bor tabiiy bilasizlar. O'ltirgan vaqtda birini qo'yiblam, bu chunki uning qalbida bir mehr shafqat bor. İnsanның mehr shafqati qalbidagi qanchalik oshgan siri, kuyimchanlik oshgan siri Allah tarafiga yaqinlashadi. Allah tarafiga. Payg'ambarlar hammasi mehr shafqatlik deb sifat. Masalan, Allohning mehr shafqatlik, Rahman, Rahim sifati ham o'ylan bilamiz. Payg'ambarlarning mehr shafqatlik sifati bor. İmanda eng yuksak o'ringa chiqqanlar yana shu mehr shafqat egalari, rahmatning doirasi intayin keng. Mehr shafqatli kishi boshqalarning azoblanishiga bardoshlik bermaydi. Mehr shafqatli kishi boshqalarning kesilining saqishini umid qiladi. Mehr shafqatli kishi boshqalarning jafosini yengillatadi. Mehr shafqatli kishi boshqalarga yordam beradi. Qalbdagi rahmat amaliy ish faoliyatda ta'sirini ko'rsatadi. Bu amaliy ish faoliyatdagi mehr shafqatning ta'siri boshqalar bilan bo'lgan aloqada o'zining alohida ta'sirini ko'rsatadi. Şuna Peygamber Aleyhisselam Ebu Hureyre'den kelgan bir hadiste "Men la yarham la yurham." Mehr shafqatli bo'lmagan kishi, boshqalarga kuyinmagan kishi tabiiy mehr shafqatga erishmaydi. Yani bir kelgan hadiste "In kuntum tuhibbuna rahmati farhamu xalqi." Hadis qudsi. Yani mening rahmatim yaxshi ko'rsangiz, meni xalqimga qana qilinglar, kuyininglar da'vat qiladi. Atrof kuyinish kerak. Hamda mehr shafqatning amaliy kuyinishninki amaliy cho'ng ifodalaridan birisi kim zolimlar ustidan g'alaba qilib, ularni yengmoqchi bo'lsa, ojizlarga mehr shafqat qilish kerak. Chunki darsimizning 5-ida o'qib o'tib ketib qoldik. Tirmiziy Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisni irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sizlar zimindagi kishilarga, degani ojiz kishilarga mehr shafqat bildiringlar, ularga kuyininglar, osmondagi eng kuchli zot sizlarga rahim shafqat qiladi. Ya'ni sen bir zolimning ustidan g'alaba qilmoqchi bo'lsang, ojizlarga kuyin. Yana bir hadis bor. Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Abu Darda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan. Fa innama turzaquna va tunsaruna bi du'afaikum. Sizlar ojizlaringlar sababli, ya'ni ojizlaringlar bilan rizq qilishlar, nusrat qilishlar. Endi musha kelgan vaqtida musha rizqqa sal chukaydi. Ojizlaringlar bilan rizqqa erishsizlar va g'alabaga erishsizlar dedi. Amaliyotda bu bir ishni boshlab, bir harakatni boshlab g'alaba qilishning bir manhaji bu, bir prinsipi bu. Bu qanday gap endi bu? Sen bir ish egasi, bir jamiyatning egasi, bir oilaning egasi, bir davlatning egasi. Etrafında kambag'allar var. Etrafında nadan cahillar var. Etrafında yo'lni topolmay qolganlar var. Yo'ldan chiqqanlar var. Mushlarning hammasi ojizlar. Bularning hammasi jamiyatning kelgusidagi sohiblari. Agar mushlarni mushbiti qo'yib qo'ysang bu ojizlarni, nadonga o'rgatmasang, ochqa tomoq vermasang, yalang'ochni kiygizmasang, kambag'alning ehtiyojini qamdimisan, bular kelgusi jamiyatga shu ehtiyoj yoki shu yetilgan shu muhitning yoki o'zidagi shu ahvolning ta'sirida yukiladi, jamiyat mag'lub bo'lgan jamiyat bo'ladi. Sen ochni to'yda ehtiyojini qamda, ya'ni yalang'ochlikka kiyim kiygiz, nadonga bilim o'rgat, boshqa bularga ko'ngil bo'l, bularga mehr shafqatingni bildagin, bular kelgusi jamiyatning asosiy kishilari bo'ladi. Bu orqali go'zal jamiyat esingizda bo'lsin, ha? Mustahkam jamiyat quriladi. Chunki savollarni yetildirding savollarni. Rizqing shu yerdan keladi, g'albang shu yerdan keladi. Ojizlar bilan g'alba qilamiz esingizda bo'lsin. Kuchliklar bilan emas. Chunki atrofimizda o'zining yo'lini topolmayotganlar, yegili osh, ichkili
ichimlik topolmayotganlar, kelgulik kiyim topolmayotganlar kelgusidagi jamiyatning qanday bo'lishini belgilaydiganlar. Bizning ularga qanday muomala qilishimiz, qanday ta'sir ko'rsatishimiz, ularni qaysi yo'lga yetaklashimiz kelgusi jamiyatning asosi. Bu hadisdagi mazmun shu. Sizlar g'alba va rizq ojizlar bilan keladiganini, ojizlarni tarbiyalab, ojizlarni yetaklab yo'lga solish orqali kelgusi jamiyat quramiz. Bu g'albaning asosi. Nayt inchki bir nuqta, inchki bir nuqta. Atrofimizda nurg'un millatning farzandlari bor. Mush farzandlar 10 yil, 15 yildan keyin mush millatning o'ziga aylanadi. Bular hozir ojiz, o'zining yo'lini topolmaydi. Xaylay desa pulus yo'q masalan, o'qay desa sharoit yo'q. Bular xaylaydiganga pul, o'qiydiganga maktab, masalan, ishlaymiz desa buningga ish tepirib bularni kelgusidagi bizning millatni qaytadan qurib chiqadigan bir avlod qilib yetishtirib chiqarganimizda biz ojizlarimiz bilan g'alabaga erishgan bo'lamiz. Mana bu hadisdagi rahmatning mafhumi. Bayatni o'qigansiz. Ko'pincha vaqtda biz buni boshqa tushunib olamiz. Ojizlar bilan rizq berilsa desa, o'sha zamindagi Alloh ojizlarga rizq berib, bu rizqdan baylog'imi tegadi. Buni oxir shaklda tushunsak-mi bo'ladi, ammo bizning tushunganimiz, ya'ni rahmat babini tushunganimiz, ojizlarga qanchalik bildigan rahmatimiz ulardan millatga qaytadi. Ulardan jamiyatga qaytadi. Jamiyatning keyingi g'albisi, jamiyatning keyingi umumiy ahvoli bugungi kundagi yo'l topamayotgan ojizlarga bog'liq. Shularga qanday muomala qilish kelgusiga jamiyatning taqdirini belgilaydigan nuqta. Shuningga mehr shafqat uquми bu. Mehr shafqat uquми bu. Endi yana bir nuqta, mehr shafqat, o'zaro mehr shafqatlik bo'lish, o'zaro kuyinishninki ifodasi bu orqali ilgirki mazmunlar munosabatlik mazmun tabiiy bir jamiyat mustahkam bir qo'rg'onga aylanadi. Har kishi o'zining imkoniyati bog'lam kishi atrofidagi ojizlarga mehr shafqat qilganida, ularga kuyinganida, ularning beshini silganida bir mustahkam jamiyat keldi. Esingizda bo'lsin. Dushman bir jamiyatni yemirib tashlamoqchi bo'lsa, uningga bevosita hujum qilib, uni yemirib tashlashga ko'zi yetmaganida yoki uningga zo'r bir chiqim ulardan to'laydigan badal to'lashga tegishli deb qaraganida az chiqim bilan, az xarajat bilan yoki yengil yo'l bilan vayron qilishning yo'lini izlaydi. Bir millatga hujum qilib, uni vayron qilolmaganida uning ichiga sizib kiradi, shu millatning ichiga, shu jamiyatning ichiga sizib kiradi, ichidan uni patlatadi. Buning sizib kirish uchun jamiyatda bir yuchuq bo'lish kerak. Jamiyatning afrodlarininki, a'zolarining o'tirida jamiyatdan nafratlanadigan, tashqi kuchlarninki, boshqa kuchlarning foydalanishiga sharoit yaratib moslashib turadigan bir kishilar bo'lganda, andagin dushman buning kuchi yetadi. Dal biz bugun so'zlayotgan mehr shafqat, kuyinish, jamiyat bir butun mustahkam, boshqalar sizib kirolmaydigan, ojiz nuqsini topolmaydigan bir jamiyat qurishning asosi. Biz jamiyatni shunchalik bir mustahkamlashimiz kerakki, dushman bu jamiyatimizga singib kirmasligimiz kerak. Bizning jamiyatimizning a'zolarining ichidan o'ziga xizmat qiladigan, bu millatning, bu dinning kelgusini vayron qiladigan kishilarning o'tirliqda bo'lib qolishining oldini olishimiz kerak. Buning hammasi nima orqali bo'ladi desa, biz yuqorida ta'kidlayotgan mehr shafqat orqali bo'ladi. O'zaro mehr shafqatni o'ziga axloq qilgan, mezon qilgan, o'zining yashash uslubiga aylantirgan jamiyat mustahkam bir jamiyatdir. Bunda jamiyatni asla va asla hech qanday dushman sizib kirolmaydi. Bu jamiyatning ichidan bu jamiyatni chirtanmaydi. Bu jamiyat oxirida g'alaba qiladigan bir jamiyat bo'ladi. Endi mehr shafqatninki asli yeni darsimizning 5-ig'i qaytsak Alloh subhanahu va taolodan keladi. Alloh bilan bo'lgan aloqamiz qanday shaklda bo'lsa, chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bunda bir oyat va bu oyatni biz ko'pincha hollarda o'tib ketib qolamiz, balki o'ylanmay, "Valillahil asmaul husna fad'uhu biha." Alloh bu yerda Allohning nurg'un go'zal sifatlarininki, ism sifatlarining borlig'ini bizga eslatib,
Şu arqılıq Allah'a yaqinlaş, Allah'a ibadat qıl devatır. Fad'uhu biha degeni Allah'a yaqinlaşış, Allah'a ibadat qilish ma'nosida. Muşu asma sifatlarining ichidan Allah subhanahu va taolaning Rahman, Rahim, mehr, shafqat. Biz del şu noktadan Allah'a yaqinlashishimiz kerak. Esingizda bo'lsin. Allah subhanahu va taolo bandasiga eng kuyimlik zot. Bir hadisda keldi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning hadisida ayol kishi balasini do'zax o'tqa tashlami deganda biz dedik deydi. Yo'q. U qat'iy tashlamaydi. Qancha ko'p kez tashlamaydi balasini o'tqa. Rasululloh dediki, Alloh bandalariga, o'zining bandasiga, mushu ayol o'zining balasiga ko'ngandimi bek mehribon. Mabro. Allah subhanahu va taolaninki Rahman, Rahim sifatininki biz tushunaydigan shaklda ifodalanishi. Dünyada balığa anadan mehriban insan bulmaz. Allah aşınondun mu beknimo mehriban. Hem de muşu atıbalılık, anıbalılık, mehribanlık bir çoğun bir sistem bu Allah insanlar yaratkan. Allah bunun ulanma qasam qilgan Qur'on ken bunu alohida tilga qilib, la uqsimu bihadal balad wa anta hillun bihadal balad wa walidu wa ma walad. Ata balılık hukumu. Allah subhanahu wa ta'ala'nın insana bergen en çok nimetlerinden birisi insanlar cemiyetindeki en çok bir sistemi. Dünyada ziminde başkalarının üzdün artık buluşunu ümit kıldıgan fakat bir insan var. O olsun mu dada özünün balısının üzdün artıkrak adam buluşunu kayıs noktada olsun. Buna ümit kıldı. Dünyada üzdün yuqurib ketişige hasad qilmaydigan bir insan var, dada balığı hasad qilmaydi. Bu sistem Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizga bergan eng cho'ng marhamat, eng cho'ng mehr shafqati, bizga bergan rahmati. Bu rahmat shu ota-ona bilan balaning o'tirdan boshlanadi bu rahmat. Bu biz yuqorida so'zlayotgan Allohning bizga bergan bizga qilgan rahmatining mehribonligining ifodalaridan birisi. Yana bir hadisda keldi, Allah bandasining tavbasiga yo'ldan adashib, o'lim girdog'iga qilib, o'zining yo'lini topgan odamning xushalligidanmi? Tug'mas, ammo tug'mas turib bola yuzi ko'rgan kishining xushalligidanmi? Usab o'lay degan vaqtda suv tepilib, hayotini saqlab qolgan odamning xushalligidanmi? Bakroq xululda mana tasvirlagan. Tabiiyki Allohning bandasiga bo'lgan mehribonlik, mehr shafqati, ko'mchonligini biz insoniy uqum bilan tushunishni başta misollarni elishga majbur. Chunki uning haqiqiy shaklini biz bilib olmaymiz. Alloh insonga ajoyib mehribon, ammo biz tushunoladigan doiradagi misollar bilan bu qadar, bu xil shaklda tushunamiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bayatni o'qigan oyatimizdek valillahil asmaul husna, bandalarga intayin mehribon, shafqatlik, Rahman, Rahim sifatining egasidir Allah subhanahu va taolo. Fad'uhu biha, Allohga shu sifatlar bilan yaqinlashinglar dediki, biz Allohga yaqinlashishning yo'li Allohning shu sifatlarida aks etgan islom go'zal axloqlarini o'zimizda yetildirish. Bugungi darsimizning temasi bo'lgan rahmat dal mushu Allohning asmo sifatlaridan iladigan islom go'zal axloqlarning birisi. Alloh hammalarga bu sifat bilan sifatlanadigan, bu orqali mustahkam bir islomiy jamiyat shakllanadigan va bu orqali büyük nişan ulug' g'oyalimizga yetadigan bir xil ruh ato qilsin. Alloh bizni bunga muvaffaq qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.